Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana kech soat asrdan keyin salkam shomda keluvdik, ochiq ekan. Bolgarka, drill, prel, ko'mir hamma yo'lni tuzataveradi inshaalloh. Telefonlar tagiga yozib qo'yamiz. Manzilimiz Andijon Xolis bozor. Prefarasi ustalar turadigan ro'parasi. Telefonlar tagiga yozib qo'yamiz. Bizda arenda ham bor akalar bog'lisi. Arendaga preparatlar bormi? Hamma yo'q bor bog'lisi. Inshaalloh. Preparat, Kelin orada. Ha, Endi ko'p qiziqishadi. Bir sutkasi necha pul misol? endi bir sutkasi mana daltonlarimiz bor 50 ming so'mdan aka. Bir sutka 24 soatga. Halk bop aka. Aha. U endi 3 kun, 4 kun bir hafta olib kelsa, yana o'tib beriladi bu yoqqa. Ha, yaxshi. Bu endi 50 ming so'm deb 50 ming so'mdan aka hatto turib Bo'ldi, inshaalloh kelin orada. Faqat o'rniga bir pasport bilan bitta narsa qolish kerak a. Chunki, ha, bo'ldi. Chunki rosa ko'pchilik endi olib ketib qolib, olib kelmayapti, aldab ketib ketishyapti. Hozir hammasi ham emas. Ha, hammasi ham emas inshaalloh. Rahmat e'tibor uchun. Ha, do'stlar, barcha ustalarga tarqatib qo'ysanglar, mana qiynalmaydi. Ertalab nechida ochasiz? 8 aka bog'lisi. Shomgacha ish vaqtimiz. Inshaalloh kelin orada. Ismlari nima? Ismim Elyor. Elyorbek do'stimiz, boringizga shukr. Manzilimizni yana eslatib o'tamiz, hozir ko'rsatamiz. Manzilimiz Xolis bozor. Ro'parasi. Mana shu do'konning ichida ekan. Bu yerda kraskalar ham bor ekan. Inshaalloh.